Mana bu narsani qaranglar, chiroyliligini. Bu nechi qo'yasizlar mana shu narsaga qaranglar. Buni materiali HB, nejniyligini qaranglar. Mana yaqinda xudo xolisa bahor keladi. Svetli narsa so'rashadi. Ayniqsa bu komplekt. Shunaqa materiali zo'r, mayin, mana qaranglar. Tepasida oddiy bo'lib qolmasligi uchun krujeva bilan bezatilgan. Ichlari mana shunaqa laykradan qilingan-da. Mana bu yerda olib tashlasa bo'ladigan nimasi bor. Kley, o'ynab ketmaydi, paraloni zo'r. Razmerlari M, L, 1XL. Ko'rasizlar, orqalari ham ingichka, chiroyli. Mana juda ham chiroyli. Ranglarini qaranglar. Mana bu serisi, mana bu mana och limon rangi, oppoq, mana oq garoshkada. Mana kletka bor, mana bunaqa. Mana bunaqa sinyisi bor. Qarang, hammasi o'zgacha ranglari. Endi trusigini ko'rsanglar, mana buni qaranglar, trusigini. Shu uzilishlari ham zo'r, toza HBdan qilingan. Shortik sifat qilib qilingan trusisi mana. Trusiga ham hattoki razmerni. Mana M, L, 1XL. Trusiga ham o'ziga razmeriga safadaj qiladi. Bu mana trusisi. Mana bu narsani ham asalligini qaranglar. Bu endi anaqa mamti krujevasi yoqmadi menga yoki bo'lmasa menga bez komplekt bo'lsin degan qizlarimiz uchun. Bu ham HBshkadan qilingan materialni ko'ryapsizlarmi? Toza HB. Mana buni artilabdan zakaz qildirdim HB bo'lib. Mana mambatlarda ham kolechka chiqib ketavermaydi, ha, deb mana bretelkasi. Regulirovka qilsanglar bo'ladi. Ingichkagina nejniy bretelka qo'yilgan. Mana bandikchasi shirinligini qarang. Asal qilib tikilgan, lekin ranglari mana shu 4 xil rangi bor. Ranglari ham rosa veselый, chiroyli ranglar. Mana qarang, garoshka, mana rozoviy, mana bunaqa zikani. Endi buni yana bitta fishka tomoni, ozgina mana yon tarafi paraloni qalinroq, pushapi bor. Qo'l ozgina ichida, mana qo'l. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, video mana ko'ryapsizlar. Odam qo'liga o'xshatib, mana qilib qo'yilgan, pushap qo'yilgan. Juda ham chiroyli. Buni pushapini olib bo'lmaydi, paraloni olinmaydi, teshigi yo'q. Razmeri M, L, 1XL, B chashkada qizlar. Sizlarni do'konda kutib qolamiz.